Assalomu alaykum. O'tgan videomizda erektil disfunksiyani qaysi holatida testosteron berish foydali, qaysi holatida zararli bo'lishligini aytib o'taman degandim. Bugun shu haqda suhbat bo'ladi. Aytganimdek, erektil disfunksiya bu faqatgina jinsiy olat kasalligi emas, balki erkakning butun organizmini, sog'lig'ini elchisi hisoblanadi. Amaliyotimizda shunday hodisalarni ko'ryapmizki, erkak kishini jinsiy tarafdan muammosi bo'lsa, uni testosteron darajasini o'lchanmasdan PSA, gematokrit, qon suyuqligini, hattoki yurak kasalligini tekshirmasdan turib, ko'rani testosteronni berish holatlarini kuzatyapmiz va natijada kutilgan effekti olmagandan keyin testosterondan hattoki bemorlarga zarar ham berib qo'yilgan holatlarni ko'ryapmiz. Bu videodan keyin testosteron preparati haqiqiy klinik vositaga aylanishiga umid qilaman. O'tgan videomizda ham ozgina eslatadigan bo'lsam, ereksiyani mexanizmida neyrogen, gormonal, vaskulyar va psixogen omillar bo'ladi. Bu erektil disfunksiyalarni atigi 20%dagina testosteronni berishlik to'g'ri qaror qabul qilishlik hisoblanadi. Testosteron to'g'ridan-to'g'ri ereksiyani ta'minlamaydi, balki ereksiyani chaqiradigan mexanizmni ish faoliyatida aktiv ushlab turadi. Bular libidoni oshirish, azot oksid sintetazani faoliyatini ta'minlash, fosfodiesteraza 5 ingibitoriga ta'sirchanlikni oshirish va jinsiy olat kavernoz to'qimasini trofikasini ta'minlashdan iborat. Endi testosteronni qachon berish kerakligi haqida aytib o'taman. Bular birinchidan ertalabki ereksiya yo'q bo'lsa va ertalabki 11 gacha bo'lgan soatda testosteronni o'lchalganda testosteron past ko'rsatkichga ega bo'lsa va mushak massasi kamaygan bo'lsa va bu bemorlarda asabiylik, charchoq paydo bo'lsa, fosfodiesteraza 5 ingibitorlarini ichsa, bular ta'sir qilmayotgan bo'lsagina berish kerak bo'ladi. Qachon testosteron berish kerak emas deydigan bo'lsak, bunda agar testosteronni qonda o'lchagan paytda normada bo'lsa, berish kerak emas, chunki testosteronni berish miyadan qaytar teskari bog'lanish bilan yana testosteronni ishlab chiqarishni to'xtatib qo'yishga olib kelishi mumkin. Ikkinchisi bu toza psixogen erektil disfunksiya bo'lsa, bunda testosteron oldim, aloqam yaxshi bo'ladi deb kutadi, lekin natijaga erisha olmaganligi uchun battar depressiyaga tushib qoladi. Uchinchisi esa og'ir ateroskleroz holati, ya'ni qon tomir diametrini torayish holati. Testosteron eslangdan chiqarmanglar, hech qachon qon tomir diametrini kengaytirib qo'ymaydi. Endi testosteron berishning zararlari haqida gapirib o'taman. Birinchisi, agar PSAni nazorat qilmasdan turib testosteron berilsa, prostata bezini rakini rivojlantirishi mumkin. Eslangdan chiqarmanglar. Testosteron saraton chaqirmaydi, lekin o'choq mavjud bo'lsa, PSA nazoratida bilinadi, shu o'choqda tezlashib ketishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi esa bemorda gematokrit ko'rsatkichini, ya'ni qonda suyuqligini tekshirilmagan holat bo'lsa. Agar gematokrit ko'rsatkichi 54 dan yuqori bo'lsa, qat'iyan berishlik mumkin bo'lmaydi. Chunki insult, tromboz holatlari va bemorda o'limiga ham sabab bo'lishi mumkin. Xavflardan yana bittasi, yuqorida ham aytib o'tdim, yurak qon tomirini to'liq baholanmagan bo'lsa, agar yuqori darajali gipertoniya bo'lsa, battar oshishiga olib keladi. Yaqin o'rtada infarkt o'tkazgan bo'lsa, bu bemorlar yana qaytalangan infarktga chalinishlari mumkin. Yana bitta asosiy zararlardan bittasi, agar erkak kishi farzand ko'rish niyatida bo'lsa va buni so'ramasdan, tekshirmasdan turib testosteron beriladigan bo'lsa, berilgan testosteron spermatogenezni tormozlab, hattoki urug'ni 0 gacha tushirib qo'yishi mumkin va qaytmas o'zgarishlar sababli urug'ni tiklolmasdan bu bemorlar farzandsiz bo'lib qolishlari ham mumkin. Xulosa qilib aytganda, testosteron juda ham foydali, faqat qachonki uni o'z o'rnida berilganda, qo'llanilganda. Lekin bu juda ham zaharli qachonki sanab o'tgan yuqoridagi holatlarda. Ya'ni sehrli dori emas, siz uchun zahar ham bo'lishi mumkin. Achinarli bo'lsa ham bir necha marta to'qnash kelganmiz ginekologlardan, oiladagi bepushtlik va erektil disfunksiya holatida turmush o'rtoqlariga testosteron buyurishgan. Bu qat'iyan mumkin emas. Bu bemorni andrologga jo'natishlaring kerak bo'ladi. Bugungi videomizning nihoyasiga yetdik. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting.